Zamonaviy boshqaruv va monitoring tizimlari allaqachon real sharoitda ishlamoqda. Radarlar, kameralar, sensorlar, analitika barchasi ishga tushirilgan va sinxron. Oqim uzluksiz. Vaziyat ekranda, nazorat qo'lda. Ammo axborot hajmi bir necha baravar oshmoqda. Manbalar, kanallar va hodisalar ko'paydi. Hammasi bir vaqtda, turli formatda va turli tezlikda keladi. Hodisalar haddan tashqari ko'payganda umumiy manzara parchalana boshlaydi. Shu sabab yondashuvni o'zgartiramiz. Tarqoq tizimlarni boshqarishdan qarorlarni boshqarishga o'tamiz. Signallarni qayta ishlashdan vaziyatni butunlay anglashga, nima muhim, nima bog'liq va keyin nima bo'ladi. Platforma ma'lumotlarni yagona operatsion makonga birlashtiradi va vaziyatni to'liq tahlil qiladi. Sun'iy intellekt barcha manbalardan ma'lumot yig'adi va hammasini nazarda ushlab turadi. Hech narsa ko'zdan qochmaydi. U yashirin bog'liqliklarni topadi, ustuvorliklarni belgilaydi va harakat variantlarini taklif qiladi. Lekin yakuniy qaror insonniki. Har bir harakat shaffof qayd etiladi. Kim, qachon va qaysi ma'lumotlarga tayangan holda qaror qabul qiladi. Taqdirni belgilaydigan qarorlarda har bir soniya muhim. Platforma signaldan harakatgacha bo'lgan jarayonlarni qisqartiradi. U signallarni yagona zanjirga bog'laydi va prognoz tuzadi. Hozir nima bo'lyapti va bu nimaga olib keladi? Platforma vaziyat nazoratdan chiqishidan oldin qayerda kuzatuvni kuchaytirish, nimani ustuvor qilish va kimni xabardor etishni ko'rsatadi. Noaniqlik qisqaradi, xavflar o'lchanadi va nazorat ostida bo'ladi. Tizim har bir hodisa bo'yicha ma'lumot yig'adi. Kontekst, bog'lanishlar, operatorlarning sa'y-harakatlari, natijalar va oqibatlar. Hatto xabarlar va hisobotlar ham signalga aylanadi. Platforma ularni ma'lumot sifatida qabul qiladi va umumiy manzara bilan bog'laydi. Sun'iy intellekt yashirin o'zaro bog'liqliklarni aniqlaydi va nega bu muhimligini ko'rsatadi. Nafaqat nima bo'ldi, balki bu nimani anglatadi va keyin nima qilish kerak degan savollarga javob beradi. Ma'lumotlarni boshqarishdan qarorlarni boshqarishgacha.